Generatorning biz tarafga, bizning mahalliga bir otliq kagini shundoq yodimda bor. Bizning mahalla O'g'di mahallasi degan mahalla. G'o'ljining O'g'di mahallasi. O'g'di mahallasining yanada Xitoyning butxonasi bor. Shu O'g'di mahallasidagi shu butxonaga o generator Quan Shanxu degan bir necha otliq konvoylari bilan kelibdi. Butxonaga kirib Xitoylarni hammasi qo'g'lab chiqdi. Chiqib tizib qo'yib, bu haqni bir asli o'q zoya ketdi. Bir bilan aytish kerakda, bunda quchoqlab bunda turib o'q otganini shu vaqt anglab biz qo'rqib ketgan shuni. Bir o'q bilan necha yiqildi ekanda. O'q zoya bo'ladi bu haqni birni aytish kerak deb shunda qilganini bir anglagan kichik vaqtimda. Keyin o generator dedi. Keyin u o'zining vataniga sig'may bu yoqqa chiqdi.